Bəxtni qoğlaşmaydigan odam bo'lmamiz kerak. Bizning bəxtga tutgan muomalamiz, o'zimizning odamiylik fazilatimiz aniq ko'rsatib beradigan aynak bo'la olishida shak yo'q. Biz o'zimiz yashayotgan bu dunyoda erishadiganimiz bilan yo'qotadiganimizning tangpongligini bilish uchun qiziqimiz-yu, erishish bilan yo'qotishning turmush tarozisidagi salmog'ini tangshashga sal qaraymiz. Natijada hayotning lazzati va qimmatini bayqash fursatidan mahrum bo'lamiz. Kechikib qoldingizmi? Saqlab ketdingizmi? Shunda.
qalbimda parlab turgan Şunqarım laçınsan köklerde pervaz urgan Gülümsen, nurusen, qalbimda parlab turgan Şunqarım laçınsan köklerde pervaz urgan Qara qaşlıq güzel Cemile Yollarımga göz tükeremem Sen menimden yirak ketmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim menin eselim Süymem seni gülüm Cemile Ketme güzelim menin eselim Süymem seni gülüm Cemile Saçların oynaydı çıkanda meişema Yüreğim kalbine süygümge yok hiç amal Saçların oynaydı çıkanda meişema Yüreğim kalbine süygümge yok hiç amal Qara qaşlıq güzel Cemile Yollarımga göz tükeremem Sen menimden yirak ketmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim menin eselim Süymem seni gülüm Cemile Ketme güzelim menin eselim Süymem seni gülüm Cemile Qara qaşlıq güzel Cemile Yollarımga göz tükeremem Sen menimden yirak ketmegin Yüreğimni para etmegin Ketme güzelim menin eselim Süymem seni gülüm Cemile Ketme güzelim menin eselim Süymem seni gülüm Cemile Ketme güzelim menin eselim Süymem seni gülüm Cemile Ketme güzelim menin eselim Süymem Yüreğimge o saldın sen Mestane sihrin deme Geç gündüz Teşvik mi efendim? O şeytan. Yaxşı, yaxşı. Hem işler pis Şundaq boptu. həmmisi dedik. Hemmisine yaxşı
gördü qaranlar bopdu. Hı? Hammasi men yaxshi ko'rdi qaranlar bopdu. Şundaqmı? To'xtab turing. Men birdan tekshirib o'tkazib olaman. Yaxshi bo'pti. Oshxonaning rangini texim yaxshi ko'rdim. Qalt. Hujraynim ko'rib baqay. Nima degan chiroyli. Qallingiz ishlaydi jumon Murat. Meni bakla xo'shal qilib etdingiz. Shunda qilib telefonimni yo'tkab bo'ldim-da. Texi bayil yetkidim. Nomeri burunqi nomer bilan o'xshashdi-a? Albatta, burun. Sizni pek siyg'indim. Meni sevindingizmi yoki yangi o'yinmi, ha? Yürügümge o saldın sen Sizni, Mestane bas, sizni, uyni hammanglarni siyg'indim. Haras, opamga telefon qilib o'tay. Ma'qul. Yüreğimge o saldın sen Meningcha opam hozir cho'qimla hayron qoladi. Çakmaysen yıldız mı sen Kechiring, siz urgan telefon vaqtincha ulanmaydi. Qaraganda opam uyda yo'q o'xshaydi. Hadam ko'rib baqay bo'lmasa. Hey? Hadamma? Qanday ahvoling hada yaxshi turamsan? Ha, komandirib kirin hozirlik qaytib kelishim. Muratma? Uylarni shundoq chiroyli qilib bitdi degina. Ha. Uy telefon qilsam opam yo'q ekan. Bugunmi? Bo'ldilar hada ozroq charchab qoptiman. Bugun o'ptaroq aram elib olay. At cho'qim sen bilan ko'rishgili boraman. Ma'qul. At ko'rishaylik. Xo'sh, xudoga omonat. Men de xo'sh bo'ldim. Uyimiz bek chiroyli bo'pti. Endi telefon qiladigan. Yana bir muhim yaqib qoldi. Qaya u? Ha? Shayton, eskiligini qara. Bu günü millet pek sakatı. Ay, shundaqmi? Bir kun chaqoq o'rnatilib qoldi. Şundak bolar, ha? Voy, bu bizning yozuvchi og'aynimizku. Murat adaş, qandaq teshikmi? Uzun bo'ldi ko'rishmadik. Salomatliging yaxshidir? Yaxshi, yaxshi. Murat. Mening erkam. Bu chiroyli qiz kim bo'ldi ekan? İsmi Sevle, yüzü şu. Yaxshisiz. Bo'ldi. Sizlarni yo'linglarga meni yuringlar. Sizlarni yo'linglardan qo'ymaydi yana. Shu telefon qilasan, ha? Ma'qul, ma'qul. Ko'rib turaylar. Nomer shu. Unutib qolma. Ma'qul.
Voy, Zulfiyama, men Jamila, qandoq yaxshi turamsa? Hay, vaqt to'shib ketdi, sizlar tez o'tirsizlar-ku. Voy, soatga qaramabdiq-ku. Mangayli. Mangayli. Qo'zg'im toza ochdi. Jiroq, billa mangayli. Ha. O'zgingiz ajab chiroyli shundoq yarashibdi. Yangi yasatdingizmi? Qizlar, vaqtinga o'z uyga telefon urib, o'ltirib ketinglarchimi? Xo'sh. Xo'sh. Bo'ldi, o'zim olay. Cho'qim meniki. Voy. Ha? Men shu. Ajab esing kelib qoptiman-ku. Yaxshi, yaxshi. O'zingchi? Ha? Nima? Uyg'unlikka? Bu bir yildagi sizga qiladigan 101 turlik sovg'a. Chin ko'nglingiz bilan siz uningga siz qolsizmi? deb. Charchab ketgan odamning qo'lini yenik ulab berish kerak. Charchab ketgan odamning qo'lini yenik ulab berish kerak. Bo'ldimi? O'quvchilik vaqtingizdagi o'qituvchingizga rahmatingizni bildirib, patkirtga avating. Avataylik. Ha? Voy, telefon. Voy. Ha? Menku? Ha. O'zingiz yana? Ha, yana? Yana. Voy, telefon. Ha? Voy. 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 Bo'ldi, qo'ying. Qo'ying. Telefonga sezib qo'yib qoldingizmi nima? O'zingiz ayangchimi? Telefonga sezib qo'yib qolsangiz, bolamiz tug'ilganda telefonni qo'lingizda tutib tushimsiz yana. Menga telefon kelsa, chidamay qilyaptamsiz? Shuni gap bo'pti-da, ha? Men bo'pti. Oyog'imni bilmaydi ekansiz, ha? Rasmi? Chidamas.
telefonunu eling davatıman. Eling ha. Voy voy. Yerim kecha telefon qilgan zoti kimdi? Ha? Telefonunu eling ha. Voy voy, o'zingiz ilinga. Ajab uyqumni buzdi. Vay, Vay, ajujangmisiz? Qanday yaxshi turyapsiz? Sizga hiliq ishni joyida bejarib etdim. Sotmasak 30 ming qo'y pul olgan kirdiding, ha? Ertagun ochida sizga yetkazib beraman. Xonimga avatgan qama palto dal kelgandi, ha? voy, efendim. Siz qaysi ajujangni deysiz? Nima? Bu kadrlar idorasidagi ajujangni uy emasmi? Yo'qsa, efendim, bu degan madaniyat idorasidagi darisiz kadrning oddiy kapsi. Abla, xato bo'lib qopti. Men xato urib qo'ydim, kechiring, ha? Ullanit xoshamatchi. Mushundaq chaqda telefon urib, xush xabar yetkazishga aldırğanını qara. Xiyalingda ajujangdan aladigan cho'ng-cho'ng mukofotlarni, yurakni o'yintib o'tadigan ajoyib va'dalarni o'ylagan bo'g'ayding. Mayli kim bo'l, bu muhim emas. Ammo va'da qilamanki, sen faqat qurtdek yashaydigan, yer sharini g'ajab, cho'qib, o'tni to'shiq qilib o'tadigan, bayg'o'jamlarning tapini ostida jon saqlaydigan xoshamatchilarning biri. Vay, Jamilama? qandaqsiga Jamila bo'ladi? Qulog'ingiz gasib qoldimi nima? Ovozimdan ayolligimni farq etamidingizmi? Jamila bormi? O ishqi ketgan. Oningda bir ishingiz bormi-ti? Bu ikkimizning shaxsiy ishi. Buni siz aralashmasangizmi bo'ladi? Xo'sh, avar qildim, ha? Nima deydi o mavzuldek? Texi Jamila bilan ikkimizning shaxsiy ishi bor deydi. O kimdi? Jamilaning xizmatdeshimidi ya? Yo'q. Bu chaqda u ishqi berib bo'ldi. Amsa boyqi tetiqsiz so'ltak zoti kim bo'g'aydi? U Jamilani qandoq taniydi ekan?
Men aralashmasammi bo'ladigan ularning zodi qandoq shaxsiy ishi bordi? Voy xudoyim, nima qilyaptingiz bu uyni? Xumdonning turxunidagili bo'lib ketibdi-ku. Hamma yana islab yetibsiz. Voy voy. Tamakin tas chekibsiz-da. Ozroq cheking-jimu. Salomatlik ziyonliq. Biz yaşayotgan bu dünya acayip tilsim sırlar bilen to'lgan bo'ladi. Her birimiz fakat özümüzün samimiyligi ve turmuş tutgan kızgın muamelemiz arkalık bu tilsim ve sırlarning ochqichini topalaymiz. Chiroyingiz bo'lakcha turdi. Mijozingiz yo'qmi nima? Ha? Ko'nglingiz nimani tatidi tanga? Birdan aytib berma. Bir ish bo'ldimi? Bana nima tikilib qaraysiz? Gap qiling ha? Aqız qaradaş. Xeyli ustadlığı va qizchaqqa. Hozir jahonning ishlarini birnima deb bo'lmaydi. O'z eridan ko'ngli qolgan, qandaqdir xiyollar kalisi kirib olgan ayollar o'z eriga shunchalik kuyindigan bo'lib ketadiki, hatto eriga bo'lgan samimiyatini, kuyinishini ifodalash uchun haddidan ziyoda zo'riqib ketadi. Natijada u ayolmi kishilar tarafidan vafodor ayol deb taniladi. Ermo ayolining oq ko'chalarda timisqilab yurganini xiyoliga keltirmaydi danglardash. Danga Murad, nimagingiz bor? Murad degan bir yozuvchi. Dana odam. U nima degan to'g'ri so'zlagan ha? Mana Jamila menga ajab kuyinib ketyapti. Qaraganda Jamilaning qo'sig'ida rostli jinba o'xshamamdi. Lag'man qilaymi? Tomoq yeb olganmidingiz? Ayting-a. Qo'sig'im to'q. Nerede tomoq yedingiz? Telefon geldi. Voy, yaxshimisiz? Murad bormi? Ha, bor. Telefoningiz. Voy, Muratmisiz? Nimanda sarangdak vaqiraysiz-chini? Texich bir kichigidek inangizdan chiqolmayapsiz. Sizni saqlig'ili nekan? Tez bo'lmamsiz-chini? Ben azaldan mismis arlagidek eshitdim.
Vay. Vay, siz kim o? Telefonni xato urib qoldingizmi nima? Siz Nima? Ajab, tilingizni chaynab qoldingiz-ku. Yiliqi chin qo'chqiga o'xshaydigan ikkingiz yiningizga o'xshamamdi. Nimadan qo'rqsiz jinim? Qo'rqma. Nahayt kelsa, sizni boshqadan o'ylayman. to'g'ri kapshima. Sen zodi kim o? Menga sizning o'sib qolmaydigan qo'nchingiz. Bilmas bo'lamsiz. Atiyada men telefon urib, kechda uchrashaylik demayapmidingiz? Tez bo'ling, fursat g'animat. Restorandan chiqib, siz degan biror mehmonxonaning xoliroq yotig'idan birini olamizda. Kecha. Vay! Hech tamoqqa tutish qilmabsiz. Restoranda yeydigan tamoqlarni ishib qolmaslik uchun tamoq tutish qilmadi. Ezib tezib kelib qolgan bir telefon uchun o'shinchilik qilib ketamsiz? Ismingiz? Bergan va'dangiz. Uchirish o'rinlaringizni u yoq shuncha aniq bildigan tursa. Ezib qolgan telefon deyishdan yuzingiz qizarmadimi? Ha? Va'dalashib qo'yibsizlar. Bo'ldi, beravering. Bo'lmasa haqla meni har nima gaplardi. To'lab yurmisan yana? Jenim Jamila. Manga ishining. Men o qizni faqatla tonimayman. Bo'ldi qiling Murat. Hammish besh qo'ldek ayon bo'ldi. Yana o'zingizni aqlashga o'rnatyapsiz. Bo'ldi, mening oldimda o'zingizni aqlamang. Siz o'qigan u maktabda, men o'qigan. Jamila, men Bo'ldi, tushundirman deb avori bo'lmang. Mening faqatla anglag'im yo'q. Tushundirmang bo'lamdi. Baxtning ta'biri ustida o'ylanganimizda, baxtning mavjud bo'lish mumkinchiligi ustidami o'ylanib ko'rsak, balkim bizning baxtga tutgan muomalamizda reallikka munosib bo'lgan ahamiyatlik va xotirlik aslimalar chiqib qilishi mumkin. Unutish bilan unutilishning chegarasini bayqashga hammamiz qodir bo'la olamiz. Ammo baxtning unutilish chegarasi ustida o'yinla oladiganlarimiz ancha ko'p bo'lmasa kerak. Shunga bizning turmushimizda unutilib ketilayotgan baxt aslimalari shuncha ko'p va shuncha cheksiz.
ishdan baldirli qaytib kelganmidingiz? Voy, Jamila bama. sizning telefoningiz ekan. Vay, Ah canım, sizin avazınızla anlaydigan kun mu keledi gene? nima? 2 kun ko'rishmasak, ko'rishmagili necha asr bo'lgandek tugishib ketyapman. Qani ayting-a, kuz qorlig'ichidek nega ko'chdingiz? Menga ishingiz og'risin jinim. Koni joyga qachon qadam tashrif qilasiz? Oshiqning holiga ma'shuq yetmasa, xudoning kori bo'lmaydi ekan. Ha? Meni unchoq qiynamang güzelim. Tomochug'im. Bir nima demamsiz? Ya meni ish gulxonada kavob bo'lsin dedingizmi? Undaq tash yurak bo'lmang jinim. Bandisini azoblisi gunoh bo'ladi. Men sizsiz yashayolmayman tomochug'im. Gap qiling-a. Vay, sizlar kim o? Ha? Siz nima deb jo'ylayapsiz? Jo'ylasammi? Sizni deb jo'ylagan dema tomochug'im. Bu men. Men to'limadingizmi? Jinim. Bu beshini yeydigan. Tomochuq. Pah. Ajab chiroyli qismkan bu. Men dex sizni Jamila deb oddiyli chaqirib yuribdiman. Mundaqmi ismim bor da? Shundaq ismingizning borlig'ini burroq menga desangiz bo'lmamdi. Murat, men Tomochuq. Ben sizni hargizmi bundaq atab baxmagan. Hargizmi bundaq atab baxmagan. Bo'ldi, yig'lamanglar. Qara, avlaga. Rahimsiz ayol. Ko'z yoshi bilan erini qanchalik bechor qilib atgan-a? Yig'a ayollarning erlar oldida qiyin o'tkaldan o'tib olish uchun ishlatadigan eng abjil qurol. Boshqalar ko'z nima deb o'ylab qoladi? Shu ko'z yoshlarga erlarning qanchalik g'ururi singan deysa. Bu jahannam. Qara. Muradilning so'zlari nimancha o'rinliq. Mana Jamila mening ko'zimni bog'lash uchun ezilib dandardek buqildab yig'lamoqda. Ahmaq xotin-da bu. O'z vaqtida mening yig'lashimni, oyiqiga qilib, apo qilishini, tilishimni tamoq qilib yurgan bu qo'ydi bu xotin. Shu sababdan bu tushuntirishlarimga quloq solmay, men egilgan sari toyoqda qitib olgan gap. Mana Xudoning kunlari uzun. Yig'la xotin. Xudodan chiqchi yig'la. Ammo meni ko'z yoshlarimga ishindo deb ham xiyol qilma. Qo'lingdan kelsa, bu uyni ko'z yoshlaringga g'arq qilib et. Hammamiz sening yoshlaringda oqayli. Ammo men sana hargiz aldanmayman.
Çivindek bizden ne miken sen Cumo? Kim o sen? Erkek tükün olsa telefon oraya yemey. Aldın mı kememse? Kechiring birodar, o'zingizni ayang. Jamila turgan yerda sizning oldingizda erkak tukumni chiqarib yursam sat emasmi? Meni tanglikda qo'yma, ha? Bu hesapni cho'qim olmay qo'ymayman. Bu eshak nasli ablah odamning uyqusini shundoq harom qilamsan? Set shu mumkin bo'ldi menda. Ya kunduzi ya kechasi odamga xotirjamlik bo'lmasa, bir sho'ri qurg'ur men bilan o'chakishyapti ya. Nima satchilik bu? Voy, Telefonni ajab tasda ilavatsiz xo'jinim. Bilib qiling, sizning dadingizda bu ko'zlarimdan uyqu qochdi. Murat, sizni seg'inib faqat uxlayolmayotdim. Gap qilsangizchi. hey, Muratning jini chaplashqa rasva. Nomus qilsangchi, yuzing nimanchi qilin sening. Kechib bizni oy telefon qildik nima ilishing batdi? Ha? Sana nima bo'lsa mangmi shu? Sen bilan talashib o'tiradigan vaqtim yo'q. Iching etishib ketsimi, chidab turib telefonni Muratga bergina. Ikki og'iz gap qilolay. Ha? Gap qilmaysan-ku. Telefonni bermayapsan? Ha? Muratning bundaq kecha telefon ilishga vaqtim yo'q. O nomussiz buzuq. Senda ko'chit qolgan qizlarning telefonini Murat hargizmi olmaydi. Anglayapsanmi? Hey, meni ko'chada qolgan qiz degidek sening nima salaytding ba? O'zing kim sadi? Men ko'chada qolgan qiz bo'lsam bo'lgandiman. Ammo shu ishimga chipaqliq to'nini kiyib yurib, kishilarga to'mochiq bo'lib baxmidim. To'la ig'zimni xirishlamay Muratni chaqirib et. Bo'lmasa o yerda ikkinchilab o'zingni ko'ramaysan. Oyog'imni bil. Uqdingmi? Kimsan? Nimaga shuncha yo'g'on so'zlaysan? Ha? Muratning so'ygini oz kundan keyin uning bilan to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lg'usi ayoli bo'laman. Qandaq? Mumkin bo'lsa, issiqni saqlab vaqtida kashini to'g'rilab ol. Bo'lmasa, keyin kupshayman, foyda bermaydi. Nima bo'ldi? Uning ichingga tushib ketdi-ku. Chidamayapsanmi? Voy. 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 Sizga rahmat deysan bo'g'dang Murat. Ayolingizning qandaqdir biriga tomochiq bo'lganligini sevginingizga hikoya qilib berishga ulguribsiz. Endi bunga nima deysiz? Yo'q. Yo'q, Jamila. Xudo oldida qasam qilamanki, mening hech qachon sizdan boshqa so'yginim bo'lib boqmagan. Buningdan keyinmi bo'lmaydi. Bu balkim birasining qasdan chidamaslik qilib
yoki bekorchilikdan ichi pushib qolgan ishi bo'lishi mumkin. Manga ishining Jamila. Meni xato tushunib qolmang. Hargiz xato tushunib qolmang. Mana, obdala tushunyapman. Navada. Siz zerikib boshqa birini yaxshi ko'rib qolgan. Bo'lsangiz ochiq ta'bir. Bunda o'yin o'ynab yurguncha. Sizchi? Siz nemishki demaysiz emisi? Murat. Benim endi chidoqchiligim qolmadi. Murat. Aramızda ishonch qolmabdi. Biz qanday ham bir uyda yashay olamiz. Meni tutma. Jamila. Oldu, meni tutma. Manga ishining. Manga Acı ishining deyman.